Odamlarni kamsitishi. Kamsitishlar ko'p bo'lgan. Xudoyim yaratganiga shukr deyman, shukronalar qilib yashayman. Ammo hayotimdan nolimayman. Xo'jayinim gapirmaydi. Endi bolalarim ikkitasi nogiron, o'zim, baxt shu bolalarim, xo'jayinim. Endi hozir uyimizda 4 ta nogironimiz bor-da. Kayfiyatim buzilgan paytda shu dehqonchilikka kiraman, keyin o'sha narsa esimdan chiqadi. Kunda roskab o'tganini ham bilmayman shu mehnat bilan. Imtiyozli kreditlar berilayotgan ekan, prezidentimiz tomonidan shu kreditlarni mag'lub oldingi issiqxonamiz yog'ochlanida shu imtiyozli kreditni olib temirdan qildik. Kreditni olib imtiyozli kreditni bir sezonni daromadni to'plab turib 6 oy bo'lmasdan shu kreditni uzib yubordikda. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu issiqxona